Xitoy Amerika bilan bo'lgan texnik urushida qaytarma hujumga o'tdi. 2022 yildagi ikki paytning geopolitika tarixida cho'nqur izlarni qoldirganligi shaksiz. Birinchisi, Rossiyaning 24 fevral Ukrainaga tajovuz qilganligi bo'lib, bu haqda ortiq to'xtalishning faqat hojati yo'q. İkincisi, 2022 yılı 10. ayının 7. günü bulup, bu günü Amerika Xitayning sun'iy idrak texnikalar jihatdagi taraqqiyotiga to'sqinlik qilishni maqsad qilgan yangi bir yurish eksport cheklamlarini yo'lga qo'ydi. Bu qitimliq eksport cheklamlari sun'iy idrak yumshoq detalini nishonlashning o'rniga Xitoyning sun'iy idrakning kuch manbasi bo'lgan ilg'or kompyuter o'zaklariga erishish imkoniyatini yo'q chiqardi. 10 yildan buyon sun'iy idrak texnikasidagi bosishlar Xitoy va Amerikaning tadbir belgilovchilarini sun'iy idrak texnikasida oldingi qatorda turishning kelajakdagi iqtisodiy va harbiy kuchning asosiy ekanligiga ishontirdi. 10 ayning 7 kuni Amerika hukumati Xitoyning sun'iy idrak bilan qurollangan darajadan tashqari mustabid davlatga aylanishning oldini olishga qasamyod qildi. 2023 yılı 3. ayda Yaponiya bilan Gollandiyami ilg'or yerim o'tkazuvchi ishlab chiqarish uskunalariga qarta yangi eksport cheklamalarini e'lon qilganda Xitoyning ishlari texnik qiyinlashdi. Amerika, Yaponiya va Gollandiya birlikda dunyodagi kompyuter o'zak zavodida ishlatiladigan uskunalarning 90%ni ta'minlaydi. Hozir bu uchta davlat ilg'or yerim o'tkazuvchi ishlab chiqarish uskunalariga qarta qattiq eksport cheklamiz qo'yg'achqa, Xitoy amdi Amerikaning o'zaklarini emas, balki shu o'zaklarni yasash uchun kerakli uskunalarni ham setib olmaydi. Bultur 10 ayning 7 kunidan keyingi bir necha oy ichida jahon ahli Xitoyning Amerika va uning ittifoqdoshlaridan qanday o'ch oldiganligini kutib turdi. Chunki Xitoy diplomatlari bu vaqtda qayt propoz qilgan 3 oyda Xitoyning bir nafar bosh elchisi bu hargiz badalsiz qolmaydi. Biz bu ishni hargiz bo'ldi qilmaymiz degan edi. Endi kutish oxirlashdi. Xitoy qaratmaliq 3 tadbir orqali qaytarma hujumga o'tdi. Oldi bilan Xitoyning monopol qarshi turish tarmoqlari Xitoy bozorida tijorat qilayotgan Amerika yerim o'tkazuvchi shirkatlariga chetishli har qanday shirkatlarning birlashish qilmishlarini to'sib o'tdi. Garchi bu Amerika, Gollandiya va Yaponiyaning eksport cheklamalaridek muhim bo'lmasa-mu, ammo bu Amerikaning yerim o'tkazuvchi sanoatiga anlangandan bakrak salbiy ta'sir ko'rsatdi. Chunki shirkatlarning birlashishi Amerika shirkatlarining ijodiy texnikalarga erishishi va savdo andisini strategik o'zgartirish uchun intayin muhim. Intel shirkatining bosh ijroiya amaldori Pat Gelsinger yaqinda Xitoy amaldorlariga Intel shirkatining 5 milliard 400 million dollarga egiz munar yerim o'tkazgich cheklash shirkati setib olishni tasdiqlatish uchun Xitoyni ziyorat qildi. Intel rahbarlari bu kelishimni shirkatning kelgusi uchun intayin muhim deb qaraydi. Bu setib olish planining ijroat ahvoli hozir asldagi plandagidan 6 oy kechikib ketdi. Shundaqla 2023 yili 8 oydagi oxirgi chekka yaqinlashib qoldi. İkinciden, Xitoy Amerikaning oldin qatordagi ichki saqlag'uchi o'ziki ishlab chiqaruvchi Micron shirkatining tor bexatarligini qaytadan tekshirishga boshladi. 5 oyning oxirida Xitoyning nazorat qilib boshqarish tarmoqlari Xitoyning xalqiliq ul muassasa sohasida Micron o'ziki setib olishni chekladi. Gerçi Xitoyning nazorat qilib boshqarish tarmoqlari bu qarorning faqat tor bexatarligi andishasi sababli chiqarilganligini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Xitoy diplomatlari bir rasmiy so'rinda buning Amerikaning 7 oktябrdagi eksport cheklamasi qartilgan siyosiy o'ch ilish ekanligini e'tirof qildi. Hozirga qadar Micron shirkatining butkul Xitoy bozorida cheklanganligi to'g'risida hech qanday alomat yo'q. Ammo bu xil ahvol kelgusida o'zgarishi mumkin. Micron shirkatining Xitoydagi yillik setish sommasi 3 milliard 300 million dollar bo'lg'achqa, Xitoy bozoridan ayrilib qilish bu shirkat uchun azobli ishdir. Üçüncüden, Xitoy hukumati elektron sanoatining muhim xom ashyasi bo'lgan galliy va germaniyadan iborat ikki xil mineral moddani setib olish uchun eksport ijozatnomasi olish kerakligini e'lon qildi. Xitoy bu ikki xil material bilan ta'minlaydigan eng asosiy davlat bo'lib, Xitoy hukumati hozir bu materiallarni eksport qilishga o'z xohlagan chek qo'ya oladi. Bo'libmi galliy nurg'un tipdagi yerim o'tkazuvchi texnikalari uchun intayin muhim. Gerçi Xitoy hukumati mazkur eksport cheklamasining Amerikaning 7 oktyabrdagi eksport cheklamasi qaytarilgan inkas ekanligini aniq aytmagan bo'lsa-mu, Xitoyning maqsadining shu ekanligi shaksiz. Galliy va germaniy dunyoda boshqa narsa o'rnini ola olmaydigan tepilmasning formasi emas. Hatto Xitoy bu narsalarni eksport qilishni to'liq cheklagan taqdirdami, ahvol shundoq. Bu ikkilisi alyumin va sinik qatorliq boshqa mineral moddalarni qizish jarayonida chiqadigan tabiiy qo'shimcha mahsulotlar bo'lib, agar Xitoy galliy va germaniy ta'minotini to'xtatmoqchi bo'lsa, Amerikaning yoki boshqa davlatlarning konchilik shirkatlari osonli galliy va germaniy tijoratiga kira oladi. Nurg'ulg'an xalqaro yerim o'tkazuvchi shirkatlari
jumladan maxsus gallidan yasalgan mahsulotlarni ishlab chiqargan shirkatlar o'zlarining tijoratining ko'rinarli ta'sirga uchramaydiganligini bildirishdi. Shunlashqa Xitoy hukumati bu tadbirni, ya'ni galli va Germaniya eksportiga chek qo'yishni Amerika va uning ittifoqdoshlarining kelgusi harakatini to'sish uchun ogohlantirish sifatida qo'llanishi mumkin. Yangi eksport cheklimlarining o'zi alohida muhim emas, ammo Xitoy hozir texnik keng doirali kon mahsulotlari ta'minlash zanjiriga bo'lgan kontrollik huquqini ishga soldiganligi haqida jar solmoqda. Eng diqqat qilishga tegishli shuki, Xitoy siyrak to'pi metallarni qizish va pishiqlab ishlash sohasini asosan kontrol qilgan bo'lib, bu jihatda ayrim holda yer shari ishlab chiqarish iqtidorining 60% va 80% ni ko'pragini kontrol qildi. Buningga selishtirganda siyrak to'pi metallari eksportini cheklashning ziyni xili bakla yig'ir bo'ldi. Ammo bu ahvolda Xitoydan boshqa joylardan siyrak to'pi metallariga erishish texnikalik yoki jo'grafiyalik imkoniyat masalasi bo'lmasdan, balki siyosiy xohish masalasidir. Siyrak to'pi metal zapisi Xitoyda emas, boshqa nurg'un joylardan bor. Agar Amerika va uning ittifoqdoshlari pul xarjlashni xohlasa, ularning mineral moddalar bilan ta'minlash zanjirida Xitoyning o'rnini elishi, garchi buningga bir oz vaqt ketsa-mu, Xitoyning yerim o'tkazgich ta'minlash zanjirida Amerika va uning ittifoqdoshlarining o'rnini elishidan ko'p osondir. Chunki Xitoy yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunalari jihatda Amerika, Yaponiya va Gollandiyadan necha 10 yil orqada turdi. Buningdan boshqa, agar Xitoy siyrak to'pi metallar ta'minotini cheklashga urinsa, bu halqiliq kon mahsulotlari emas, balki iqtisodning boshqa sohalarida Xitoyga ishonchli ta'minlovchi sifatida tayinishga bo'lgan bo'lmaydiganligi haqidagi shubhaga sabab bo'ladi. Garchi siyosiy atalg'u sifatida ada-juda bo'lish degan hukmning vaqti o'tgan bo'lsa-mu, ammo xavfsizlashtirish va ko'p xillashtirish degan bu ikki hukm yaqinqi G7 va Yevropa ittifoqining iqtisodiy bexatarlik bayonotlarida muhim o'rin egalladi. Dunyoning har qaysi joylaridagi tadbir belgilovchilar va shirkat xo'jayinlari ham iste'molchi, ham ta'minlovchi sifatida Xitoyning o'rnini bosa oladigan hayotiy kuchga ega tanlashlar bilan ta'minlaydigan shirkatlar bilan yangi va kengaytirilgan savdo munosabati o'rnatish uchun tirishayotdi. Bu allaqachon boshlangan yuzlanishning tezishi xolos. Masalan, Samsung 2019-yili o'zining Xitoydagi eng oxirgi yanfon zavodini taqab, ishlab chiqarishni Vyetnam, Hindiston va boshqa joylarga o'tkazdi. Yana shuningdek, kompyuter ishlab chiqadigan Dell shirkatimi 2024-yildan boshlab Xitoyda ishlangan o'zaklarni sotib olishni to'xtatmoqchi ekanligini e'lon qildi. Mana bu Bayden hukumatining texnika eksport masalasida cheklovlarni kuchaytirishni o'ziga foydali deb qarashidagi tub sababdir. Amerika va uning ittifoqdoshlarining shirkatlari ro'yobga chiqara oladigan ba'zi ochqishli texnikalar borki, Xitoy bu texnikalarni hech bo'lmaganda hozircha ro'yobga chiqara olmaydi. Shunga Xitoy har vaqt Amerika yoki uning ittifoqdoshlariga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, yetkaza oladi. Ammo bunday qilsa, o'zi texmi og'ir ziyonga uchraydi. 10-oyning 7-kundan keyin Xitoyning o'chilishini cho'rdigan tahlil va farazlar ko'plab xabar qilindi. Vaholanki o'chilish Xitoyning strategiyasining eng muhim omili emas. Aksicha Xitoyning yangi va tuzitish kirgizilgan yerim o'tkazgich strategiyasining tuvandagi 4 qismi muhim. Birinchidan, Xitoy sun'iy idrok taraqqiyoti jihatdagi urinishlarni davomlashtirish uchun ilg'or sun'iy idrok o'zigi va boshqa texnikalarni atkaz qilib, o'zak eksport cheklamasining ta'siridan qutulmoqchi bo'lyapti. Amerika Savdo ministrligining sanoat va bexatarlik idorasi nuqul holda Xitoyga eksport qilinadigan yerim o'tkazgichlar emas, balki dunyo miqyosidagi Amerika kontrolligidagi qo'sh ishlatishchan eksportlarga qarata eksport kontrolligini ijro qilishga mas'ul apparatdir. Halbuki trillion dollarlik iqtisodiy faoliyatlarni nazorat qilishga mas'ul bu idoraning xizmatchisi 600 ga yetmaydi. Xamchotmi nisbatan oz bo'lib, 200 million dollarga yetmaydi. Xitoy o'zining atkazchilar va qochoq shirkatlardan shakllangan to'r orqali sanoat va bexatarlik idorasining eksport kontrolligidan yo'chiq topa oladiganligiga do'tikdi. Agar Amerika parlamenti ko'lamining cho'ng kichikligi va vazifasining muhimligiga solishtirganda, manba jihatda ig'ir qiyinchilikqa duch kelayotgan sanoat va bexatarlik idorasiga sal qarashni davomlashtiraversa, Xitoy bu xiyolni ishga oshira olishi mumkin. Ikkinchidan, Xitoy Amerikani ittifoqdoshlaridan ayritish uchun shapashlayotdi. Gollandiya va Yaponiyani ilib etsak, Xitoy ularning yangi eksport kontrolligini yo'lga qo'yishini to'sib qola olmadi. Ammo bu Xitoyning voz kechganligidan darak bermaydi. Bu faqat diqqatini Yevropa ellariga va Koreyaga qaratdi xolos. Xitoy yerim o'tkazuvchi ishlab chiqarish uskunalari jihatda Amerika, Yaponiya va Gollandiyadan necha 10 yil orqada turishi mumkin. Ammo Germaniya bilan Koreya undaq emas. Germaniya bilan Koreyaning texnikalariga Xitoyning pul muomala va injenerlik iqtidori qo'shilsa, bu Amerika uchun to'liq og'ir tahdidga aylandi. 4.
Bu nuqta hammadan muhim bo'lib, Xitoy tamoman yerlik ta'minlash zanjiri barpo qilish uchun necha 100 milliard dollar mablag' salgan bo'lib, bu orqali chet el texnik ta'minlovchilarga bo'lgan beqinishdan qutulmoqchi bo'lyotdi. Buningga Bayden hukumatining eksport cheklamasi sabab bo'lgan bo'lmasdan, Xitoy 10 yilning yoqi bu xususda tirishchilik ko'rsatib kelmoqda. Xitoy yasimachiligi 2025 siyosatining nishonlaridan biri Xitoyning yerim o'tkazgich sohasida import mahsulotlarining o'rniga Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ishlatish edi. Halbuki Amerika qatorliq davlatlarning kuchli e'tirozlari sababli Xitoy yasimachiligi 2025 to'g'risida oshkor to'xtalmas bo'lib olgan bo'lsa-mu, ammo bu siyosat hargiz yo'qolib ketgani yo'q. Amaliyotda Trump hukumati savdo urushi qo'zg'ab Xitoyning pan-texnik shirkatlaridan Zhongsheng bilan Huawei'ga eksport cheklamasi yurgizgandan keyin Xitoy rahbarlari Xitoy yasimachiligi 2025 ning o'ziga tayinish nishonini amalga oshirishga texnik bak kuchidi. Xitoy Davlat ishlari mahkamasining 2020 yil 7-oydagi yerim o'tkazgich siyosatida chet elning yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunalarini import qilish Xitoy shirkatlari chet ellik raqobatchilarining o'rnini olguncha davomlashadigan vaqtliq ehtiyoj deb sifatlagan edi. Bu Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi har qanday savdo munosabatining asosi uchun qabul qilib bo'lmaydigan atalg'lardir. Bayden hukumatining urinishlari hamisha xato holda ado-judo bo'lish strategiyasi sifatida hujumga uchrab keldi. Halbuki amaliyotda Xitoyning siyosati ado-judo bo'lishga Amerikanikidan yaqinroq. 10-oyning 7-kundagi eksport cheklamasi Xitoyning strategiyasini o'zgartmadi. Ammo bu cheklamalar Xitoyning o'zak yasash uskunalariga erishishni cheklash orqali uning muvaffaqiyat qozonishini qiyinlashtirdi. Shunga Xitoydagi raqib shirkatlarga texnik o'tkazishdan qo'lga kelgan qisqa muddatlik foydaga mabtun bo'lib ketishi mumkin bo'lgan Germaniya va Koreya shirkatlari o'zlarining Xitoyga tava kelgusini barpo qilishga yordamlashayotganligini unutib qolmasligi kerak. Bu shundoq bir kelguski, buningda Xitoynikidan boshqa shirkatlarning hech qanday ahamiyatli uzun muddatlik roli bo'lmaydi. Fasllik va yillik foyda to'liq zo'r bo'lishi mumkin, ammo 5-10 yillik natija ofat xarakterlik bo'ladi. Germaniya va Koreya hukumatlari Amerika, Gollandiya va Yaponiyaniki o'xshash yangi eksport cheklamasini yo'lga qo'yish uchun mushu xil oqibatlarni nazarda tutish kerak. Xitoyning o'chilish urinishlari Amerika va uning ittifoqdoshlarini qo'rqitishni maqsad qilgan bo'lib, bu ma'noda aytganda bu urinishlar qarga kelmoqda. O'chilinishdan qo'rqish davomli turda xabarlarning asosiy temasi bo'ldi va tadbir belgilovchilarning esidan ko'tarilmaydi. Bo'libmi Germaniya va Koreya qatorliq arisalda bo'lib turgan davlatlarga nisbatan texmi shundoq. Vaholanki Xitoy nishonlagan shirkatlar haqiqatan ig'ir ziyon uchrayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning necha 10 yildan beri davomlashib kelgan chet el shirkatlarini texnik ta'minlash zanjiridan chiqarish siyosati va sun'iy idrokning kelgusini belgilaydigan mustabid cho'ng davlatning tahdidi texim strategik masaladir. Amerika va uning ittifoqdoshlari Xitoyni bu nishondan voz kechishga hargiz qoyil qilolmasligi mumkin. Ammo ular mustahkam ittifoqlashsa Xitoyning strategiyasini mag'lub qila oladi.